Assalomu alaykum buva mana. Bu taxtalovlingiz bu. Taxtalovlingiz va rollingiz to'g'rimi? Shuni endi sizga narxi yo'qdimi, sifati yo'qdimi? Juda zo'r. Narxlari ham, sifati ham zo'r, hammasi yaxshi. Mana bo'lorlik oldik, u ham sifati juda zo'r. Hammasi yaxshi bo'ldi. Endi sizlarga rahmat. Mayli, bu rahmat sizga ham kelganingiz uchun. Sog' bo'ling bu. Ha, shuni so'ramoqchim. Kattakon rahmat. Mayli, sog' bo'linglar. Xitoylar ham hazır qilib ketadi bu. Hammaga tavsiya qilaman mana shu yerga kelishdi. Ha, bu rahmat kattakon. Har doim klient bu. O'rtoqlar mana hazır qishloq ketadi parda bu. Hazır qishloq o'rtoqlar mana 4 metrlik baliqlarimiz 120 lik baliqlarimizdan 37 dona ketadi o'rtoqlar. Chista 8 ga 15 qilib kesilgan baliqlarimizdan g'ilonnikidan ketadi o'rtoqlar. Bizni 25 mingdan chiqadi donasi. Chista 10 ga 8 ga 15 lik baliqlarimiz o'rtoqlar. G'ilonniki ketadi 37 dona, keyin 14 ga turli strapelamizdan o'rtoqlar. Bir xil kesilgan zavod taxtamizdan 32 dona qilib berganmiz. Bular 134 ming so'mdan qilib berganmiz donasini. Quritilgan zavod taxtalar bir xil kesilgan o'rtoqlar, ingichkalashmaydigan hazira qishloq ketapti. Baliqlar strapelar sifat ideal, ko'rasi bo'lasiz o'rtoqlar. Mana Qashqadaryo shahrimiz. Mana baliqlar ko'rishingiz mumkin. Egirsa, pegirsa, ko'zi bir anaqasi yo'q. Mana uzun 4 metr 420 dan uzun bo'lsa kaltamas o'rtoqlar. Mana baliqlar strapelar ideal. Yana parda borib tashyaptilar. Ko'rasilar manzil Qashqadaryo shahar savdo o'rtoqlar. 1-noyabr sanamiz. Ardava sizga bir fikrlar bo'lsa aytavering bir og'iz. Ardava bir 7-mi 8-chi reslari. Nima qilasan? Ayting qani Ardava. Shega ishtaysiz xabar sifat bir narx bo'yicha bir fikringiz bo'lsa. U uchun men bir tirnoqqa qilishim kerak edi gapirish. Gapirish nima qildi? Endi tayyorgarlik qilish kerak. Tayyorgarlik. Bitta yodlab kelasizda, xo'pmi, bo'lmasa? To'liq ko'rasizlar.